Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir anglaydiganinglar Doktor Mamtimin Alaning Uyg'ur qatlami nomli kitobining 2 psixik tajriba, 2 tadbiqlash mavzusi. Agar sen bir paqini qaynayotgan suvga solsang, u cho'qim tezlikda sakrab chiqib ketadi. Agar sen uni sovuq suvga solsang va uni asta-asta qizitsang, paqa shu yerda toki o'lguchi turadi. Shotlandiya, Englandda hozirga qadar turib kelgachga nurg'un kishilar uningga ko'nib qoldi. John Nayvin. Qachoniki o'zingni ko'p sonliqlar tarafda ko'rsang, bu to'xtash va o'ylanish vaqtidir. Mark Twain. Psixik nuqtadan olganda Uyg'urlarning yaqinqi 40 yillik tarixini teg'imi ilgirlagan holda tushunish uchun qaynagan paqa sindromini misol olaylik. Mazkur misol Fransuz faylasufi va yozuvchisi Oliver Clerc tarafidan o'ttirib qo'yilgan bo'lib, odatda qutulib ketish mumkin emas deb qaralgan sharoitda yetiladigan hissiyoti arg'inlikni ko'rsatadi. Bir paqani liq suv qachilangan sovuq suvga selib, sus o'tni qaynatayli. Dastlabida temperaturi o'rlagan sari paqa bedenini asta-asta qizivatgan suvning temperaturasiga moslashtirib harakat qilishga majburlanadi. Ya'ni u bedenining temperaturasini tengshash orqali temperaturasi asta-asta ko'tarilayotgan suvga moslashmoqchi bo'ladi. Suv qaynash nuqtasiga yaqinlashganda paqa o'zini davomli suvning temperaturasiga moslashtira olmaydi. Bu vaqtda paqa sakrab chiqib ketishga tamshalsa-mu, chiqib keta olmaydi. Chunki u butun kuchini o'zini suvning temperaturasiga moslashtirishga sarf qilib, xo'ritib bo'lgan bo'ladi. Shuning bilan u oz o'tmay o'ladi. Bu yerda zodi nima paqini o'ltirdi? Ko'p qism kishilar buning qaynayotgan suv deb javob berish mumkin. Ammo uni haqiqiy o'ltirgan narsa 3dir. Biri, uning suvdan qachon sakrab chiqishini qaror qilish iqtidorining yo'qligi, ya'ni kemligi. Yana biri, uning suvga bog'ligan xato umidi. Uningcha, u faqat suvning temperaturasiga o'zini moslashtirsa, omon qolg'ili bo'ladi. Ammo u suv barg'ansir qizisa, o'zini oxir o'ltirib tashlaydiganligini ya bilmaydi yoki oldin ko'ra olmaydi. Üçüncüsü, uning o'zini faqat o'zining sharoitining ichidala, ya'ni u chilinib turgan suvning ichidinla ko'rdiganligi va shu bo'yicha hukm qildiganligidir. Uning butkul sharoiti barg'ansir qizivatgan suv va qanday qilib uningga moslashishi hargizmi uning boshqalar tarafidan qurilgan hayot-mamotlik bir o'yin ekanligi emasdir. Uning diqqati suvning temperaturasining eshishiga markazlashib qolgan va bu suvning sirtidagi muhitni ham ko'ra olmaydigan, ham uning o'zining suvning ichidagi sharoiti bilan birlashtirib qaray olmaydigan bir taraflama diqqatdir. Hayotda biz davomli o'zimizni moslashtirib turishimiz kerak bo'ladigan ba'zi sharoitlar bor. Masalan, do'stlik, nikoh, xizmat qatorliqlar. Ammo hamma moslashda siz cho'qim o'zingizdagi ma'lum tarafni, qimmatni yoki pozitsiyani o'zingizning xohishi bo'yicha moslashtirasiz yoki tashqi kuch tarafdan moslashtirishga majburlanasiz. Hatto ba'zida qimmat qarashlaringiz bilan sharoitni madora qilishga majburlanasiz. Bu vaqtda qanchalik madora qilishingiz sizning yadrolik qimmat qarashlaringizdan qanchalik voz kechishingizga bog'liqdir. Masalan, Sharqiy Turkiston davlatini qurish ishida voz kechilmas qimmat shu bo'ldiki, u Xitoy hukumati tomonidan 1949-yili mustamlika qilingan va ilgari mustaqil bir davlatdir. Buningdan keyingi barliq siyosiy nishonlar mana shu qimmatdan chetnamay davomlashi kerak. Ammo boshqa qimmatlar, masalan, Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lgandan keyingi poytaxtining qayeri bo'lishi, saylam tuzumi, parlamentlik
yoki boshqa shakldagi siyosiy qurilma bo'lishi qatorliqlarda texmi ilgirlab so'zlashga bo'ladi. Shuni aytib o'tish kerakki, dal mana shu madora qilinmaslik kerak bo'lgan bu tipki prinsip 20-asrda asosan ko'p qism siyosiyonlar tarafidan ya mundaq shaklda madora qilingachqa, Uyg'urlar siyosiy bo'ronchaqulliq dengizda xuddi nishonni yuttirgan kemidek to'lqinga agishib vayron bo'ldi. Ammo shundaqmi vaqt keladiki, biz moslashish nomi bilan madora qiladigan va hatto yo'qotadigan qimmatlarni dangsab, voz kechishni qaror qilishni bilishimiz kerak. Bo'libmi, mag'durimiz bar vaqtda cho'qim qaynayotgan suvning qachon sakraydiganligimizni bilishimiz va uningga qarata qaror qilishimiz kerak. Bo'lmasa, paqqiga o'xshash kechikimiz. Shuningdek, yana ba'zi sharoitlar bor. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin yaxshilanib qilishi yoki bir izda uzoq muddat davomlashishi mumkin. Masalan, nachar havo ma'lum vaqtdan keyin yaxshilanishi mumkin. Yana ba'zi kasallarmi ma'lum vaqtdan keyin yaxshilanib qolishi mumkin. Ammo yana shundaq sharoitlarim borki, u vaqtning o'tishi bilan yaxshilanmasdan, aksicha texmi nacharlashishi mumkin. Masalan, yomon xarakterlik rak hujayralarining ko'payib, jonig'zomin bo'lishi. Mustamlika sharoiti bo'libmi, kunsuri kuchayotgan bir partiyalik davlatning sharoiti, uning tarixiy sharoiti bilan kollektiv psixik sharoit qatilib, hamon nacharlashadigan sharoitga kiradi. U toki o'z ichidan yoki sirtqi kuchning majburlashi bilan vayron bo'lmasa, o'zligidan yaxshilanib qolmaydi. Shunga bundaq sharoitga majburiy tushganlarning xuddi paqqiga o'xshash yoshirin tarzda uning yaxshilanib qolishidan umid kutishi ajalla xatolikka kiradi. Hatto buni o'z kelgusiga qarata o'tkazilgan kechirgisiz xatolik deyishga bo'ladi. Gerçi buni aman qilish psixikasining ta'siridan shundoq bo'lgan desakmi, dal mushu psixika oxirida uning aman qolmasligini keltirib chiqaradi. Bundaq sharoitni o'zgartirishga urinish kerakki, hargizmi xato umidning allaylishiga ergashmaslik kerak. Chunki xato umid ba'zida umidsizlikdanmi xatarlikdir. Odam ba'zida o'zining sharoitida to'xtab qolishning qurboni bo'ladi. Quduqdagi paqa osmonni faqat quduqning og'zining cho'ngliqichilikla deb qaraydi. U hargizmi quduq ichida turib, quduqning sirtidagi dunyoni bilolmaydi. Hamda bu tashqi dunyoni o'zining suvning ichidagi dunyosi bilan birlashtirib, o'zining sharoitiga qarata butun surik idrokqa ega bo'la olmaydi. Buningda makonning cheklamasi idrokning cheklamasini, idrokning cheklamasi ko'z qarashning cheklamasini, ko'z qarashning cheklamasi pozitsiyaning cheklamasini, pozitsiyaning cheklamasi dunyoni bilishning cheklamasini, dunyoni bilishning cheklamasi oxiri uni o'zgartishning cheklamasini keltirib chiqaradi. Yashayotgan dunyoyimizni cho'lta bilsak, to'liq o'ylanilgan qaror chiqara olmaymiz. Shuningdek, qarshimizdagi dushmanimizni to'liq bilmasak, faqat xiyolimizdagi xato qurashtirilgan yoki ko'ptirilgan yoki o'riqlatilgan dushman bilan xato urushga tushamiz. Shuningdek, butun dunyoni bizning sharoitimizda deb bilsak, ig'ir xatolashgan bo'lamiz. Buning uchun dunyoyimizning sirtidagi texmi kengri, texmi murakkab va texmi yangi dunyoni bilishimiz kerak. Bilolmasakmi, hech bo'lmasa uning mavjudligini e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Uyg'urlarning 1949-yildan keyingi ajallik kamchiligining biri dal mushu qaynayotgan suvdagi paqaning kamchiligiga o'xshaydi. Bu kamchilik shuki, ular vaziyatning tadrijiy ig'irlaydiganligi va keskinlashadiganligidan iborat bu yuzlanishni bilmadi ham bilolmadi. Shunga uningga mag'duri barida uzil-kesil qarshilik bildirilmadi. Texmi yamini o'zini mustamlika qilib yo'qotmoqchi bo'lgan Xitoydan umid kutib, o'zlariga rahim shafqat qiladi deb qarab oldi. Bu xuddi allaburun aniq bo'ladigan, ham hozircha ko'rinmay turayotgan kelgusini hozir orqali o'zgartirishga urinishdek xato sezimga o'xshaydi. Hatto ba'zilarning Xitoylarning ularni damalliqqa yo'qotmay turayotganligini yoki butunlay xato holda Xitoyning davomli yaxshi bo'lib qolish mumkinchiligining isboti yoki Xitoylar Uyg'urlardan qo'rqqanligi uchun, ularning ko'nglini utish uchun ularga yaxshi muomala qiladi deb bexastalarcha tushunib olganligidir.
İkincisi, yana bir misal alaylı. Bu 5 maymun tecrübesi deb atıldı. Mazkur tecrübe hakkındaki ma'lumotlar 1996 yildan beri ilim sohasida qo'llanilyotidi. U Gary Hamil bilan Seki Piraxaladning kelgusi uchun musobaqalashish degan kitobida tunji qatim ko'rilgan. Ko'rildi deyishning sababi uning zo'r ehtimollikqa to'qib chiqarilgan hikoya bo'lishi mumkin. Chunki yuqorqi ikki avtorning hech qaysisi bu hikoyaning haqiqatan bir psixologiyalik tajriba ekanligiga aloqador biror isbotni ta hozirgacha ko'rsatgani yo'q. Shundoq bo'lsa-mu, bu hikoya nurg'un sohalarda intayin keng naql elinib, gruppa psixikasini, jumladan gruppaning huquqqa yoki ko'p sonliqqa qarata ifodalaydigan birdaklik, moslashish, agishish va bo'ysunish qilmishlarini tushuntirishda qo'llanilyotidi. Biz bu yerda ushbu misolni yuqoridagi kitobdan oldik. Bir tadqiqotchi 5 maymunni bir qafasga solabdi va qafasning ustiga bir sapoq bananni esib va uning chiqishiga bir shotni qo'yib qo'yibdi. Birinchi maymun bananni elishga tamshalganda tadqiqotchi 5 maymunning hammasiga 5 minutlik sovuq suv sepdi. Bir ozdan keyin ikkinchi maymun ixtiyorsiz holda bananlarni elishga tamshalganda tadqiqotchi 5 maymunning hammasiga yana 5 minutgacha sovuq suv sepdi. Ondan bu tadqiqotchi maymunlarga ikkinchilab suv sepmabdi. Ammo 3-chi maymun shot orqali banan elishga tamshalganda qolgan 4 maymun uning etlib alg'izmabdi. Chunki ular yana qayta sovuq suv sepilish jazosiga uchrashni xohlamabdi va uning oldini olibdi. Ammo ular tadqiqotchining endi o'yinning qoidasini o'zgartib, ularga sovuq suv sepmasdan, balki boshqa usulda ularni texim ilgirlab bananni alg'izmaydiganligini xiyoliga keltirmabdi. Ondan tadqiqotchi 5 maymunning birini qafasdan elib yangi bir maymunni ularga qatibdi. Bu yangi maymun ilgirki banan elish va buning uchun sovuq suv sepilish jazosiga uchrab boqmagan maymun ekan. U bulardan xabarsiz bo'lg'achqa shotiga chiqib bananni olmoqchi bo'libdi. Shu asnoda boshqa 4 maymun uning aytib kelib, uni alg'izmabdi. Shuning bilan bu maymun shuni tizilib bilibdiki, u bananga eslishla boshqalarning hujumiga uchraydi. Shunga banan elishning bu qafasda cheklanganligi kollektiv idroklanibdi. Ondan tadqiqotchi ikkinchi maymunni yangi bir maymun bilan almashtiribdi. Bu yangi maymun ilgirki ishlardan xabarsiz holda bananga eslibdikan, oldin qatim banan elishi yo'l qo'yilmagan yangi maymunni o'z ichiga olgan qolgan 4 maymun uning aytib alg'izmabdi. Shuna qilib, tadqiqotchilar bu qafasdagi maymunlarni mana shu usul va tartibda bir-birlab almashtirib chiqibdi. Har qatim yangi maymun 4 ko'n maymun qatilib bananni yegisi kelib, shotiga chiqib uni almoqchi bo'ladi ekan, ular tabiiyla bu 4 maymunning hujumiga uchraydi ekan. Shuning bilan u ikkinchi bananga qo'l uzatmaydigan bo'ladi ekan. Shunday qilib, oxirida hech qaysi maymun bananga qo'l uzatmaydigan bo'libdi. Keyin tadqiqotchilar shuni qiyos qilibdiki, agar birov bu maymunlardan nimishqa bananni elib yemaydiganligini so'rasa, ular cho'qim, chunki biz azaldan bu bananlarga qo'l uzatib boqmagan deb javob berdi. Har qanday bir jamoat va kulturlarning qiliplashgan bir yurish qilishga qat'iy bo'lmaydiganlari, tabulari bo'ladi. Bular boshqalarning harakatiga to'salg'i shakllantiradi. Bundaq to'salg'ular odamning taraqqiy qilishini to'sadi. Masalan, bir idrokni misolga olsak, ko'p hollarda ularning xizmatini qilishning sinoqdan o'tgan an'anaviy, unumli yo'llari va tajribalari jo'g'langan bo'ladi. Bu idoraga yangi ishga kirgan xizmatchilar dastlabida bu yo'llar va tajribalarni o'rganadi. Ularga shu narsa o'rgatiladi-ki, ularning bu yo'llar va tajribalardan boshqacha yo'l va tajribalar bilan ish qilishiga yo'l qo'yilmaydi. Ular boshqacha qilish haqida taklif bersa, ko'ngil xizmatchilarining to'sqinligiga uchraydi. Chunki ular o'zlari o'rganib qolgan yo'lni o'zgartirishni xohlamaydi. Buni yangilik yaratib beqish urinishi deb qaramasdan ishdan putoq chiqarish va hatto xatarlik ish deb qarab oladi. Mushu orqali o'zining xizmatidagi bexatarlik tuyg'usini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Qisqasi, hech kim aldirab o'zgarishni xohlab ham qo'llab ketmaydi. Shunga yangilik ular uchun bir banan elish jarayoni bo'lib, hech kimning elishiga yo'l qo'yilmaydi. Agar nimishqa elishga yo'l qo'yilmaydiganligi so'ralsa, azaldan shundoq bo'lib kelinganligi do'q qilinadi-ki, bir qatim bo'lsa-mu elib beqishga yo'l qo'yilmaydi.
Chunki bir qatim elib qilinsa, boshqalarning tizlikda uni do'rab, hammalarning buna yegisi kelib ketib, jazolanishning va qalayimqonchilikning chiqishining oldi olinadi. Chunki ularning kallasida har vaqt gavdildigini bana yeyishning huzuri. Bir qatim bo'lsa emas, balki yeyish sabablik yana bir qatim jazolanishdir. Bundaq ahvolda jazoning qo'rqinchi har vaqt uni buzib beqishning huzuridan kuchli bo'ladi. Shunlashqa uningda jazolash unumli kontrol mexanizmi hisoblanadi. Bu tajriba bizga 100 yillik tariximizdagi mundaq bir fojialik psixikamizni tushuntirib beradi. Erkinlikni elishdan qo'rqish. Biz o'zimizni qafasda deb farz qilsak, banan dal bizning ruhimiz muhtoj bo'ladigan banandir. Xuddi maymunlar tabiatidan bananni yeyishga amroq kelganidek, odammi tabiatidan erkinlikka intiladi. Hech kim turmada yetib qilishni, uningda boshqalarning boshqarishi bo'yicha quldek yashashni xohlamaydi. Ammo hamma odam erkin tug'ilgani bilan erkin yashay olmaydi. Erkin o'lolmaydi. Bo'libmi Uyg'urlarning 100 yillik sharoitida ular har vaqt erkisiz yashab keldi. Shundaqdimi uni qo'lga keltirishdan bir minutni voz kechmadi. Har qatim Uyg'urlar erkinlikka otlangan, ularning dushmanlari ularni qalliq bostirdi. Ya'ni bu xuddi bu tajriba aytilganidek ularga so'q suv sepdi. Bu orqali bir tarafdan ularni jazolasa, yana bir tarafdan boshqalarga erkinlikka intilishning qo'rqinchli badalini ko'rsatib, ularni erkinlikni qo'lga keltirishdan yaltaytmoqchi bo'ldi. Shuning bilan erkinlik bara-bara Uyg'urlar uchun bakli ta'sir qo'lga keladigan va hatto qo'lga kelishi mumkin emasdek, bakli jafoliq va jazolanishga to'lgan bir tanlashdek bilindi. Bunun bilan ular o'zining erkinligini qo'llash irodasidan voz kechib qolmasdan, balki yana boshqalarning bu vaqtdagi qizg'inligiga so'q suv sepadigan, ularni singan ninini yemaydigan, boshqalarga balo tep beradigan deb qaralaydigan. Hatto Xitoy hokimiyatiga aktivlik bilan ularni chaqirgan va ularni Xitoylarning qo'li orqali joylatqizib o'tadigan holat avj oldi. Hatto bunday joylatqizishni numus, sotqinlik va jinoyat deb qaramasdan, balki umumning tinch xotirjamligining kafolati deb qaraydigan bo'ldi. Shundaqla o'zining qilmishini Uyg'urlarga qilingan ziyonkashlik emas, balki ularni ofatdan saqlab qolish, qutqizish deb tushundirdi. Kitobxonlarning bu nuqtani texnik cho'nqiroq tushunish uchun men qatnashgan 3 g'ayvat, 3 hikmat degan suhbatning Qashqardagi Mahmudjon "Men Uyg'urlarni qutqizib qoldim" degan qismini YouTube'dan anglab boqishni umid qilaman. Bo'libmi 1949-yildan keyin Xitoyning atalmish namratlarni bayqilish siyosatining nayranglaridan nurg'un Uyg'urlar Xitoylarni o'ziga haqiqiy baxt saodat elib keldi deb qaraydigan va erkinlik izlaguvchilarni bo'lsa o'zining bu baxt saodatiga to'p chechayotgan to'polonchilar va hatto dushman sifatida ko'radigan bo'ldi. Shuning bilan erkinlikdan iborat bu bananga qo'l uzatalaydigan qop yuraklar nihoyat oz chiqdi. Ko'p qismi bo'lsa bananni elishqa emas, balki Xitoy yo'l qo'ygan doirada singan nenini yeydigan o'ytildi. Shunga Xitoy hokimiyati erkinlikni qo'llashchilarning sonining intayin oz bo'lishi sababli ularni intayin oz sondagi bir uchun bo'lginchilar deb betinib atayalaydigan bo'ldi. Shundaqla texim ilgirlab bananga qo'l uzatmaydiganlarning qo'li orqali uning qo'l uzatadiganlarni ichki jihatdan cheklab kelishda g'oyat zo'r muvaffaqiyatga erishdi. Texmi muhimi erkinlikka intilish sababli jazolanish, xatarga tavakkul qilish deb qaraladigan bo'ldi. Aksicha erkinlikka intilmaslik bo'lsa, xatardan saqlanish deb bilindi. Buning bilan erkinlikning ma'nodash so'zi kollektiv angsizlik xatar bo'ldi. Nurg'un odamlar xatardan saqlanish haqida bir-biriga vaz-nasihat qiladigan holat shakllandi. Erkinlik ko'p qism Uyg'urlar tarafidan tadrijiy holda xuddi elishqi bo'lmaydigan banandek bir tabuga aylandi. Kimki uningga intiladigan, u boshqalar tarafidan to'sqinlik uchraydigan va hatto yaklanadigan holat shakllandi. Bundaq kollektivda xatarga tavakkul qilmaslik hayotning xotirjamligining kafolati sifatida ongsiz idrok qilinadigan bo'ldi. Ularga shundaq oddiy bir qonuniyat singdiki, faqat Xitoyning tishiga tegmasila qafasda bo'lsa-mu rohat yashag'ili bo'ladi. Uningda taloga chiqishning hojati yo'q.
Hatto tala bu qapazdimi xatarlikdir. Şuna eng bexatar joy yanala aşı qapazdir. Uningda jazolanmaslikning o'zila mukofotlanishdir. Erkinlikni rad qilish baxt saodatdir. Erkinlikni qo'llashchi bir uchumlarga qarshi turish vatanparvarlikdir. Bu xil kollektiv psixik holat uzoq davomlashgandan keyin ichkilishib, ularning harakat mezoniga aylandi. Ular xuddi qaynayotgan suvdagi paqaga o'xshash o'zining sharoitining qandoqligiga bo'ysunsalar, sharoitining yomonlashib ketmaydiganligiga ishonish bilan yashadi. O'zining sharoitining qoidasiga bo'ysunsalar, sharoitining yomonlashib ketmaydiganligiga ishonish bilan yashadi. Ularning butkul o'y doirasi qandoq qilganda erkinlikni qo'g'lashmaslikli bo'ldi. Xuddi 5 maymunning ishimi xiyoli qandoq qilganda bosh-boshdoq biror maymunning qoidani buzib, bananni elib qilishining oldini elishqila beg'ishlangandek. Oxirida Uyg'urlarning 1950-yillardagi erkinlik tushunchasi 1990 va 2000-yillarga kelganda g'oyat zo'r chekinishni ko'rdi. Bu tushuncha intayin oz sonli kishilarning hayot nishoni bo'lgani bilan nurg'un Uyg'urlar uchun bir xatarlik tushuncha bo'lib keldi. Xuddi suvning temperaturasi baribir eshib, uningga moslashib ketayotgan paqani oxiri moslasholmas qilib o'ltirgandek, Uyg'urlarning erkinligini qo'g'lashmay, bananni yemay, qapazning sharoitiga itoat qilib yashashimi oxir ularning kollektiv o'ldirilishini to'sib qola olmadi. Shuning bilan bir vaqtda 5 maymunning hikoyasi bizning chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning liderlarini bosh ko'targizmaslik asabiyligini tushuntirib berdi. Buningda Uyg'urlarning haqiqiy manfaatini chiqish qiladigan va uning uchun qurbonlik berishning o'lchimini yaratuvchilar ko'p hollarda qattiq va hatto ba'zida shiddatli hujumga uchraydi. Aksicha Uyg'urlarning chet eldagi mustaqillik ko'rishini jon beqishning yo'li qilib olgan, saviyasiz va qurbonlik berish ro'yi kamchilar bo'lsa, azizlanib, haqiqiy yetakchilar ustida boshchi ko'tariladi. Buningdagi muhim psixik mexanizmni yanada 5 maymun hikoyasi orqali tushuntirishga bo'ladi. Ya'ni haqiqiy liderlar bir qism Uyg'urlar qo'rqib va badal to'lashdan bosh tortib kelgan erkinlikni qo'g'lashni istaydi va boshqalarning shunday qilishini talab qiladi. Ammo bu uningga agish orqali badal to'lashni va jazolanishni, masalan, vatandagi o'roq tuqqanlarning jazolanishi bo'lsa-mu, xohlamaydi. Ammo bu erkinlik izlaguvchilar va uningga qurbon berguvchilarning jasorati ularning vijdonining bir yerlarini rohatsiz qilib turadi. Ba'zilari hatto kallasining bir yerlarida ularga qoyil bo'lsa-mu, yana bir yerlarida ularga agishdan kelib chiqadigan ziyonni o'ylab, yanada to'xtab qoladi. Ko'p hollarda bu ularning kallasining pragmatik qismi ularning ideal qismidan g'olib keladi. Shuning bilan ularning ba'zilari angsizlikda, yana ba'zilari irodasiga xilof holda bu erkinlik jangchilaridan qusur izlashga boshlaydi. Bu orqali ularning g'ururini g'adaqlab, ularni ko'z oldida badal to'lashga majburlayotgan, ham ularning soxtaligi, qo'rqinchoqligi va g'urursizligini ichib tashlayotgan bularni uzil-kesil yo'qotishga yo'q tushidi. Buning uchun ular bularning kichikkina xatoligini haddidan ziyod ko'ptirish orqali ularni layoqatsiz qilishga tirishib, o'zining layoqatsizligini shu orqali yapmoqchi va oxirida o'zining soxta vatanparvarlik obrazini saqlab qolmoqchi bo'ladi. Agar bular ularning bu shumliqlariga bosh egmasa, ular texim asabiylashidi. Yuqorida ko'rganimizdek 5 maymun hech zamon o'zlari yaxshi ko'radigan bananni yegizmayotgan tadqiqotchiga o'ch bo'lmaydi-ki, aksicha uning jazolashini keltirib chiqaradigan bosh-boshdoq maymunga o'ch bo'ladi. 4 maymun bu bir maymunni banan elish paylidan to'xtatmoqchi bo'ldi qilmaydi. Shuningdek, bu Uyg'urlar uchunmi shundaq. Ularning bir qismi uchun eng xatarligi ularning dushmani bo'lmish Xitoylar emas, balki ularni Xitoylarga murassasiz qaystirishga undayotgan intayin oz sondagi bu yetakchilardir. Nihoyat, ular yana bir yetakchiga muhtoj. Oddiy aytganda, bir qo'y podasini misol olsak, klassik ma'nodan har qanday bir qo'y podasi bir cho'ponga muhtoj bo'ladi. Cho'pon bu muhtojlikni angliq biladi, ammo qo'ylar bilmaydi. Shunga bu mas'uliyat qo'yni yetaklash mas'uliyati boshdan oxir kimga? Cho'ponga tushadi. Gerçi odamlar to'pi qo'y to'pidan natijasi aqlliq bo'lsa-mu, ular yanada bir yetakchiga muhtoj bo'lib turadi. Uyg'urlardek bir millat uchun texmi shundaq.